Oh, ertalab. Yaxshi. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Biyor va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi? Kechasi bilan yaxshi uxlay olmay chiqdim, chunki mazzam yana qochdi. Shuning uchun ham dorilarni ichishga to'g'ri keladi. Lekin stop. Deraza nimaga? Nima uchun men kechasi bilan uxlay olmay shamollabman-da? Jitellar bu yerda o'tirishibdi, qiziq. Derazamni lekin kim sindirgan bo'lishi mumkin. Hozir borib so'rab ko'ramiz nima qilishadi ekan. Xo'y, jitellar nima bo'lyapti? Mana bu yerda ham keldi. Xullas, bu yerda apokalipsis boshlanar ekan. Nima? Apokalipsis? Apokalipsis. Qanaqangi apokalipsis? Nimaga hamma yig'layapti? Tushunmadim. Bo'ldi, oxir zamon degani. Stop, qanaqa apokalipsis? Shaharda yonib ko'l bo'ldi hamma narsa. Yadro urushi. Nima? Yangiliklardan berishdi. Televizor ham o'chib qoldi. Televizor o'chib qoldi nima uchun? Stop, bu monitor-ku. 32 lik monitor. Bu albatta yaxshi, lekin yangiliklarchi? Ular kelmaydi endi. Tushunarli. Yana jitellar aqldan o'zi bo'lmagan narsalarga ishona boshlashdi, balki umuman televizordan emas, YouTubedan ko'rib qolishgandir. Mayli, nima ham qilardik? Hech qisi yo'q. Biz o'zimizni ishimizni qilishimiz kerak. Va do'stlar, bilasizlarmi? Oynani ham kim sindirganini bilsam kerak, lekin shubha qilishdan avval do'stlar hali ishlarimizni qilib bo'lib, keyin tergovni boshlasak bo'ladi. Shu oynani sindirishgan deb men kechasi bilan sovuq qotib shamollab qoldim. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Hozir fermani tuzatib olaylik. Endi esa buni qaytib buzib chiqishimiz kerak. Chunki fermani yerini ag'darib, chiroyli qilib boshqatdan ekib chiqishimiz kerak. Nimaga desangiz, bu yil sovuq tez tushyapti, shuning uchun ham yo'ma-yo'q jitlar hali ham basharlarga bir qaraylar yig'lab o'tirishibdi-ya. Umuman bu qishloqda yashab bo'lmaydi, tushunursan, hali ham qarab turishibdi menga. Yo'ma-yo'q. Mayli, ishimizni qilamiz, shunchaki boshqa ilojimiz ham yo'q, chunki bularni xomish yuzlariga qarab men ham hayron bo'lib qolaman. Nimaga har baloga ishonaverishadi-ya? Har baloga nima? Bularga borib men hozir aytsam, apokalipsis faqatgina yadro urushi emas, nahotki zombi apokalipsis ham boshlanadi. Jitlar, bilasizlarmi, desam ishonishsa kerak. Hali ham qirib turishibdi, tushunursan, mayli, ishni ham belgi tepishdi. Bo'pti. Hozir merga topshiraylik mana bu sabzavotlarning hammasini. Bu yerga boshqa narsa ekamiz. Jitellar, menga qaramanglar, iltimos. Haqildan olish mumkin. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana sizga olib keldim sabzlarni. Endi kerak emas. Nimaga kerak emas? Oxir zamon. Janob mer, siz ham shunga ishonasizmi? Yo'q. Rostdan men bunker qurdiryapman. Yaqinda ketaman. Yo'q, rostmi? Rost. Tushunursin. Endi nima bo'ladi? Yo'q, men bunday bo'lishini xohlamagandim. Uzr. Jinursin. La'nati, zombi apokalipsis hamayli tushunish mumkin, lekin yadro apokalipsisi bizgacha yetib keladigan bo'lsa, bomba tashlashmaydi albatta, lekin radiatsiya haqida gap ketyapti shekilli. Mayli do'stlar, biz ham o'zimizga bunker qurishimiz kerak. Stop, bunker, eshiklar, bunker. Podval. Do'stlar, men podvalimni yaqindagina tozalab, ikkinchi qavat ochgandim, ya'ni pastga -1 qilib. Hozir ko'ramiz, buni qaranglar. Mana shu yerda yashashimiz mumkin. Xo'sh do'stlar, meni ideyam bor. Hozir bir-ikkita narsalarni olib olamiz uydan va shu yerda bunker quramiz. Chunki bunkersiz tirik qola olmasligimiz aniq. Men esa o'lishni istamayman. Shamollaganman deraza tufayli, lekin hech qisi yo'q. Radiatsiya tufayli o'lib ketishni istamayman. Qanaqa hammasini olamiz narsalarimizni. Sabzavotlar ham kerak bo'ladi. Hech nimani hech qayerga ekmaymiz. Bularni hammasini o'zimiz iste'mol qilamiz. Apokalipsis holatida bu yer bo'sh. Shkaflarni olamiz, bochkalarni, qishki zapaslarimizni ham olishimiz kerak. Xo'sh, mebellar hozircha tursin. Podvalni tayyorlab olganimizda ko'ramiz. Do'stlar, hamma yoq radiatsiya bosganda juda ham yomon bo'ladi. Shuning uchun ham tayyor turishimiz kerak va bu yerga nima bloklarni sotib olish mumkinligini bilaman. Do'stlar, sotib olmoqchiman. Barcha pulimga kerak bo'ladigan bloklarni sotib olaman. Chunki albatta terib olishimiz mumkin, lekin hech kim bilmaydi qachon bu yerga ham radiatsiya yetib kelishini. Shunga tayyor turishimiz kerak. Xo'sh, bizning qishloq albatta juda ham uzoq joylashgan, lekin do'stlar, radiatsiya ko'rinmas dushman. U minglab kilometrlarni bosib kelishi mumkin yonimizga. Shuning uchun ham bekorga aytishmagan. Agarda radiatsiyadan qo'shning bo'lsa, yoningda protiva gaz bo'lsin deb, biz ham shu masalaga yo'q, stop, bu masala emas, menimcha ma'qul edi. Bilmadim, bekorga 3-sinfdan bitirmaganman-da maktabni. Xo'y, jitlar, men sizlarni bunkerimga qo'ymayman, если что. Qizg'anchiq. Bo'ldi do'stlar, ketdi. Hozir borib narsalarimizni sotib olamiz. Bunkerga kerak bo'ladigan. Stop, qaysi tarafda edi sotadigan joy? Mana bu yerda. Yo'q, adashib qoldim. Uyimni to'g'risida edi axir. Mana bu yerda.
Xo'sh, jitelь bosh menga ozginagina bloklar kerak bo'ladi. Mana bu qutilar, qutidan yana bitta tak. Katta qutidanmi yoki kichkinasini olaylik do'stlar. Kichkinasiga ham qo'shimcha mayda chudalarni qo'shamiz, kattalarga esa katta narsalarni. Bu yerda bizga yana bloklar, yog'och olishimiz kerak. Ha, chunki hozir terib olgandan ko'ra sotib olgan osonroq bo'ladi. Yana nima? Yana bulojnikni o'rniga mana shundan olsamgina, ikkitasi yetsa kerak, lekin bulojnik ham kerak bo'ladi. Doskalar, axir apokalipsis boshlansa, radiatsiya tufayli ularni ham tera olmaymiz axir. Shuning uchun ham bo'pti, bularni ham olamiz va yana ozgina kerak. Masalan, mana bundan olamiz. Ha, endi esa yana qo'shimcha bloklar kerak, cobblestone yoki bulojnik yoki tosh oddiygina va yana qo'shimcha narsalar bo'ldi do'stlar. Bu jitelь bilan boshqa ishimiz yo'q, chunki biz bunkerimizni qurishimiz kerak. Yaxshi. Bilasizlarmi, ozgina bo'lsa ham yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi. Chunki endi bu jitellar o'lib ketishadi. Biz esa o'zimizni podvalda mazza qilib radiatsiyadan himoyalangan holatda yashaymiz. Lekin bizga ovqat ham kerak bo'ladi. Shuning uchun ham hali ovqat terish bilan shug'ullanmoqchiman. Lekin undan avval biz yana ozgina ish qilishimiz kerak. Aynan bunkerimizni chiroyli holatiga keltirishimiz, mana bu yashiklarni o'rnatish kerak. Bu yerda omborxona bo'ladi. Ya'ni bitta xonaning ichida ombor bo'lib ketdi-yu, mayli, men qilaylik, boshqa ilojimiz yo'q. Chunki bu yerda joy kam, qurishga esa ulgurmasligim mumkin. Xo'sh, qani mana bularni ham tashlaymiz. Bu yoqqa, okey. Aytgancha monitor, bizda hali kameralar bor. Bir ikkita joyda uyda kamera bor. Mana shularni olib o'rnatishimiz mumkin. Xo'sh, yaxshi. Sabzilar ham shu yerda tura qolsin. Instrumentlar o'zim bilan bo'lsa bo'lgani. Mana bu bochkani esa tepasiga qo'yamiz. Mana yaxshi. Mana bitta kamera, lekin bu yerda turgani bizga kerak emas. Qani edi? Tak, kirka bo'ldi. Monitor o'zimizda, kirka ham o'zimizda ekan. Buni olamiz. Yaxshi, endi esa yopib qo'yish kerak. Ichkariga albatta kamera kerak bo'lmaydi, chunki bu yerda o'zim bo'laman, lekin tashqariga o'rnatsak bo'ladi. Mana bu yerda teparoq joyda ham bo'lish kerak edi uyimni. Xo'sh, mana bu yerda yaxshi, buni olamiz va bo'ldi. Ayvonni yopdik. Endi bu yerdan qochamiz. Jitellar hali yig'ilib o'tirishib o'lib ketamiz endi. Biz esa do'stlar apokalipsga tayyormiz. Daraxtning ustida ham bitta kamera bor edi, lekin o'g'irlab ketishganga o'xshaydi. Xo'sh, bitta yo do'stlar juda ham past joyda turibdi. Buni olamiz hozir va teparoq o'rnatishimiz kerak nima bo'lgan taqdirda ham, chunki yana o'g'irlab ketishlari mumkin. Xo'sh, yaxshi. Mana shu ikkita yer yetsa kerak, lekin buni endi qandaydir qilib aqlliroq qo'yishimiz kerak. Xo'sh, bittasini bu yoqqa va yana bittasini bu tarafdan qo'yamizda, shuni ustiga chiqamiz. Yaxshi. Aytgancha do'stlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki qancha ko'p obuna bo'lsanglar, shuncha jinlarning ko'payib kameralar. Obuna bo'lsanglar, shuncha ko'p bizda imkon bo'ladi tirik qolishga va bo'ldi. Bizda ishlayapti mana bu yerdagi birinchi kamera. Endi esa ikkinchisini o'rnatishimiz kerak. O'rmon tarafga obzor bor do'stlar. O'rmonni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa boshqa joylarga ham qo'yishimiz kerak. Masalan, uyning oldi tarafiga mumkin yoki qishloqning o'rtasiga, balki mana bu yerga. Do'stlar, o'rmonga nima kerak bo'ladi? O'rmon yonib ketsa kerak, bomba tashlashsa yoki radiatsiya bo'lsa, chinasini qayerga qo'yishni ham bilmay qoldim. Balki qishloq tarafga qo'yarman. Yaxshiroq, bizga yaxshiroq joy kerak, yaxshirog'idan. O'rtaroqqa qo'ysak ham bo'ladi. Hamma qishloq baribir ham ko'rinmaydi-da, jinirsin. Qayerga qo'ysam ekan? Mana bu uylarga qo'yish mumkin emas. Qaysi apokalipsis bo'lsa, hech qisi yo'q, hech narsa qilmaydi. Jinirsin, bilmadim. Mayli, hozir o'zimizni uyning yoniga o'rnat. Tak, stop. Mana bu yerda ustun bor. Mana shunga qo'ysak bo'ladi. Jitellar, men kamera o'rnatyapman, o'lganingizni ko'rish uchun. Buni qaranglar, ustimizdan kulishini. Boyda bor o'zini bunkerlar qurishga pullari. Sizlar ham fermerchilik bilan shug'ullansanglar bo'ladi. Biz oddiy jitellarmiz. Oramizda bor fermerlar ham. Mana shu fermerlar tirik qoladi degan umiddaman. Endi esa do'stlar bo'ldi, bunkerga qaytishimiz mumkin, chunki bunkerni ich tarafidan ishlash vaqti keldi. Xo'sh, bu yerda bizda qo'shimcha bloklar bo'lish kerak. Aynan mana bu devor uchun, bizga devor uchun blok qani. Devor uchun qaysi blokni ishlatsam ekan? Mayli, mana bu silliqlangan andezit ishlataman va bulojnik ham kerak bo'ladi. Xo'sh, buni olib tashlashimiz kerak, chunki bizga ortiq yog'och eshiklar kerak bo'lmaydi. Bu yerga haqiqiy qattiq bunker eshigidan o'rnatamiz, chunki biz do'stlar tirik qolishimiz kerak. Apokalipsis bo'lsa bo'laversin, radiatsiya bizga farq yo'q. Bizda bu yerda qattiq temir eshiklar turadi va asosiysi qulflanadigan bo'lishi kerak. Bu esa qulflanadi faqatgina ichki tarafidan. Bu esa minus, chunki chiqsak qulflab ketishimizga to'g'ri keladi. Lekin qanday qulflaymiz bilmadim. Ayniqsa bir kishi bo'lsak. Bu yerda esa afsuski meni hattoki do'stlarim ham yo'q. Shuning uchun ham iloji boricha chiqmaslikka harakat qilishimiz kerak. Lekin buning uchun juda ham ko'p ovqat kerak bo'ladi. Ovqatni esa bilmadim qayerdan topishimiz mumkin. Shunga kommentariyada yozinglar. Ovqatni qayerdan qidirsam bo'ladi? Yaxshi do'stlar, buni qaranglar. Endi ochiladi. Qani, do'stlar, tashqari tarafga ochilsa yaxshi, chunki urib ichkariga ochib yubora olishmaydi. Bo'ldi. Bu yerda stop qilib turadigan narsalar bo'ladi. O'ziga tortib tashqariga ochish esa juda ham qiyin. Shuning uchun ham bo'ldi.
Xo'sh, bu yerda bittasi turadi, bu yerda kirish chiqish bo'ladi. Shunga mayli. Keyingisini mana bu yerga o'rnatsak bo'ladi. Как раз ikkita. Mana bu oddiyroq eshikni esa boshqa xonaga qo'yamiz. Bu yerda yana bitta xona kirgan bo'ladi ichkariroqqa, ana o'sha yerga o'rnatamiz. Yaxshi, lekin u xonani keyinchalik quramiz. Hozir esa mana bu yerda shunchaki razmetka qilib qo'ysak bo'lgani. O'rtaroqqa esa balki mana bu yerdan ham yo'l ochib, kattaroq omborxona ham qurarmiz. Lekin agar tirik qoladigan bo'lsak, tirik qolishimiz uchun esa kanalga obuna bo'lishingiz va albatta videoga kattadan katta layklarni bosishingiz kerak bo'ldi. Bu yer ham tashqariga ochiladi. Endi bemalol bu yerda yashashimiz mumkin.